Sizningcha hamyoningizdagi 100 ming so'm bilan kartangizdagi 100 ming so'mning farqi bormi? Keling, buni birgalikda raqamlarda hisoblab ko'ramiz. Naqd pulning o'lmas kuchi. Mana bu 100 ming so'm naqd pul. Siz uni sartaroshga berdingiz. Sartarosh bu pulga nonvoydan non oldi. Nonvoy esa bu pulni taksichiga berdi. Bu jarayon nechta odamlar orasida takrorlanishidan qat'iy nazar, bu 100 ming so'm o'sha 100 ming so'mligicha qolaveradi. Uning qiymati almashinuv jarayonida kamaymaydi. Uni kim ushlab tursa, unda to'liq 100 ming so'm bor. Elektron pulning erishi. Endi kartadagi 100 ming so'mga qarang. Siz uni sartaroshga o'tkazdingiz. Bank 0,5%, ya'ni 500 so'm komissiya oldi. Sartaroshga 99.500 so'm yetib bordi. Sartarosh nonvoyga o'tkazdi. Yana komissiya. Endi nonvoyga 99.002 so'm tegdi. Shu zanjir davom etaversa, taxminan oradan 500 ta odam o'tgandan keyin bu 100 ming so'm kamayib borib, hattoki 10 ming so'mdan kam qoladi. Pul sizdan chiqdi, lekin keyingi odamlarga to'liq yetib bormaydi. Qanchadir qismini bank komissiya sifatida ushlab qolyapti. Xulosa shuki, naqd pul qo'ldan qo'lga o'tsa ham, o'sha 100 mingligicha qoladi. Elektron pul esa har aylanganda bank komissiyasi tufayli kamayib boradi va oxir-oqibat bankka o'tib ketadi. Eslatma: videodagi summa va foizlar mavzu tushunarli bo'lishi uchun misol tariqasida olindi. Siz ko'proq qaysi to'lov turidan foydalanasiz? Naqdmi yoki karta? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni do'stlaringizga ham yuborishni unutmang.